Bir kishi qo'lda olib ketaverar ekan mana pritsepni. Avtomatga uladik. Ya zamok bo'lar ekan. Obunachilar, mana shunisi bir kategoriyadan haydaverar ekansiz. 1,5 tonna yukni ham tortaverar ekan. Endi gabarit agar bo'ladigan bo'lsa, sal uzunroqlari bor ekan, u ham bitta mamnunlik. Bitta qo'yamiz, narxlarni ham qo'yamiz. Siz kuzatib boringlar. Shartdan bir 7 marta o'tib to'xtadim. Endi sizlar to'xtamanglarni narxlar qo'yamiz. Bir yo'li nomerlar qoldiramiz, shuni telefon qilib pritsep zakaz qilasizlar. Kesalaring bu tagida hozir ko'rsatgan ilmimizni ulab turib, pritsepdan ko'tran yilib beradi, yukni olib ketaverasizlar shahar xudo xolasa. Siz nima aka? Xuddin aka mana vaqtda ekan xudo xolasa. Men o'zim ham pritsep olaman, avtomat tortmaydi deganlarga xudo xolasa 1 tonnani yuklab, serialdan olib transportlab beramiz xudo xolasa. Mana mashinani avtomat emas deganlarga hozir eshigini ochib avtomatni ko'rsatamiz. Mana avtomatda ham haligi plemoti, haligi Damasda ezilib ketgan firmaning to'shiydiganlari ko'chadan taqilasiz. Shuncha yillik firmadan qilgan daromadsiz bir chekasi katta ko'prikdan olasiz. Ular olsangiz bel maza qiladi. Pritseplar turlarini men bir qator qo'yaman, narxlarni alohida chiqaramiz. Bitta rossiyskiy alohida 2 mo'si pritsepi ham bor ekan, uni ham qo'yamiz. Mana hayot. Mana arava. Obuna bo'lib sizdan yangi ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlar berish bizdan. Salomat bo'lib, like bosib, pritsep qidirib, narxiga qiziqib yurganlarga jo'natib qo'yamiz.